Hop. Demak, oylikdan boshladik. Inshaalloh bizda Bitcoin holatimiz, ya'ni Bitcoin oylik time frame'da, albatta haftalikda bu yerda bear marketga o'tgan, oylik time frame'da esa mana bu joyda tana bilan yorib tushib, demak biz trendimizni o'zgartirganmiz, ya'ni uptrenddan down trendga o'tganmiz. Va buni katta time frame'da ko'rsak ham, ya'ni bizda nima bo'lyapti? Trend line ham yorib tushganmiz pastga. Endi bu yerda bizga nima qilishi mumkin? Ya'ni hozirgi holatimiz, mana hozirgi turgan joyimiz bizda support zona. Ya'ni buni umumiy holatda oladigan bo'lsak, biz oldingi all time high zonadamiz. Ya'ni birinchi o'rnatilgan all time high zonadamiz va bu biz uchun ya'ni support hudud bo'lib beradi. Biz bu yerdan kutishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni biroz bounce kutishimiz mumkin bo'ladi. Bounce, ya'ni bu yerdan balki dalish ketamiz, lekin biz struktura bo'yicha oladigan bo'lsak, bizda bu yerda nima o'zgargan? Ya'ni trendimiz o'zgargan hisoblanadi. Trend o'zgarganligi uchun biz bu yerdan biroz bounce kutishimiz. Qanaqa bounce va buni qanday kutamiz, qayergacha kutamiz desa, ya'ni oddiy Fibonacci darsimizda o'tganmiz. OTO zonalarimiz, misol uchun OTO zonalarimizni belgilab olamizda, mana bu zonalar 0.5 ta uyog'i poundni biz uchun OTO zona bo'lsa, endi mana shu zonalar birinchi o'rinda bizga mana 382 juda kuchli qarshilik zona bo'lib beradi. Buni o'sha Fibonacci darsimizda o'rgatgan edik. 382. Agar bu yerdan o'tib olsak, xudo xohlasa tevroqqacha chiqib, keyin tushishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni men nima demoqchiman? Bu yerdan hozir supportda turganligimiz uchun biz umumiy tendensiya bo'yicha biz nima qilishimiz mumkin bo'ladi? Ya'ni bir qator bounce berishimiz mumkin bo'ladi. Bir qator bounce berib, shu 382, ya'ni bu bizga to'g'ri kelyapti 79 ming, maksimalni 80 ming dollargacha. Va biz buni klassika bo'yicha qarasak ham bizda nima bor? Qarshilik. Oldin biz uchun support bo'lib bergan, endi biz uchun nima bo'lib beradi? Qarshilik bo'lib beradi. Ya'ni mana shu joygacha biz bounce berib, keyin yana pastga tushib, mana bu likvidlarda nima olishlik ehtimolimiz yuqori bo'ladi. Ya'ni bu yerda likvidatsiyalar bor. Mana shu likvidlarda olishlik ehtimolimiz yuqori bo'ladi. Hozirgi holatimizdan to'g'ri tushib olishimiz ham mumkinmi? Ha, albatta, to'g'ri tushib olishimiz ham mumkin. Lekin men kutayotgan narsa bir qator bounce berishligi va undan keyin yaxshiroq tushishligimiz. Ya'ni bu narsani mana bu ssenariyda ko'rsak ham bo'ladi. Tak, qayerda edi u? Mana bu ssenariy mana. Mana bounce beradigan joyga yetib keldik. Ya'ni qarang, bu yerda 1 2 3 4 oy tushib, bu yerdan 1 2 3 4 oy, mana 4-oy tushib, endi 5-6 oyda bounce berib, ya'ni bu bizga to'g'ri kelyapti mart, aprel, maylarga. Undan keyin yozgacha, ya'ni avgust, iyun, iyul, avgust, sentyabrlargacha yana bir qator tushishimiz mumkin bo'ladi. Keyin yil oxiridan sekin bu yerda yana bo'lishlikka qaytishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu barda hozir biz mana bu holatda tortaylikda mana. Mana bu holat. Ya'ni bular potentsional taxmin albatta. Ya'ni hozir aniq shunaqa bo'ladi emas, lekin shunday bo'lish ehtimoli yuqori. Nima uchun? Bizda klassika bo'yicha ham oladigan bo'lsak, ya'ni biz umumiy holatda trend line yorib tushganmiz va biz Fibonacci tortadigan bo'lsak ham bizga nimaga to'g'ri kelyapti? Ya'ni discount zonaga to'g'ri kelyapti. 0.5 pastda 62, ya'ni OTO zonalarimizga to'g'ri kelyapti. Bu yerdan support zonalar mana shu joylarga tushib, bu yerdan keyin yana bitta tevaga bounce berishlik ehtimolimiz nima yuqori bo'ladi. Ya'ni bu albatta potentsional taxminlarimiz. Endi eng yaqin holatimizga, keyingi oy bizda nima bo'ladi yoki keyingi hafta nima bo'lishi ehtimoli bor? Shu narsalar haqida gaplashadigan bo'lsak, ya'ni buni hozir tushundik. Endi biz oylik time frame'da hozirgi holatimiz support zonaga kelganmiz. Support zonaga. Hop, endi haftalikka olamiz. Haftalikka olsak, demak bizda eng yaqin mana shu joyda likvidatsiya bor. Ya'ni mana shu likvidda olmaganmiz. 58.950 dollarda bizda likvidatsiya bor. Va undan tashqari mana shu o'zini minimumi bor, ya'ni uzun wickga minimumi bor.
Demak, bu ham likvid. Ya'ni bizda shunda nima bo'lyapti? Oylik support ichida haftalikda bu yerda bizda order blok, misol uchun mana order blokda oldida likvidatsiya. Mana shu likvidlarni olgandan keyin, ya'ni bozorimiz shu likvidlarni bir qator olib, shu urushlar bahona, har xil siyosatlar bahona, keyin bir qator bounce berishimiz mumkin bo'ladi. Haftalik FVga yoki bo'lmasam va oylikdagi nima qarshilik zonamizgacha. Ya'ni buni rangini qizil qilib qo'yadimi? Yoki mana bu rang qilib qo'ysam, ya'ni bu qarshilik zona. Mana shu qarshilik zonagacha biz nima qilishimiz mumkin bo'ladi? Bu esa OTO zonalarimiz. Buni rangini biz nima qilib qo'yamiz? To'q qizil qilib qo'yamiz mana. Mana bu oranjoviy rang bizda birinchi eng muhim bo'lgan oylik time frame'da Fibonacci bo'yicha 382 ga to'g'ri kelyapti. Juda kuchli qarshilik zona. Yuqorisi esa OTO zona. Ya'ni bu yerdan o'tib olsak ham OTO zonalardan reaksiya olib yana pastga tushishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni biz eng yaqin holatimizga qaraydigan bo'lsak, hozir bizga likvidatsiyalarda qaraydigan bo'lsak ham 62.100 da 200 millionga yaqin likvidatsiya turibdi. Ili mana 59 minglarda 1 milliardga yaqin likvidatsiya turibdi. Ya'ni bular bozor birinchi mana shu likvidlarni quritsa, keyin bu yerdan sekin tevaga bounce berishimiz mumkin bo'ladi. Hop, endi haftalikda ham oddiy misol Fibonacci olib tortadigan bo'lsak, ya'ni bizda mana 0.5 zonalarimiz nechiga to'g'ri kelyapti? OTO zonalarimiz shu boya ko'rsatilgan 80 ming, ya'ni 79 ming dollargacha to'g'ri kelyapti. Ili undan tashqari bizda haftalikda mana shu joyda FVG ham shakllangan. Ya'ni bu FVG order flow bo'ladi. Biz haftalik bo'yicha pastda likvidini yo olishimiz mumkin yoki hozir, ya'ni logichniy qarab o'ylaydigan bo'lsak, pastda likvidini olishini 85% inson kutyapti. Bu yerdan nima qilishimiz mumkin bo'ladi? Birinchi tevaga chiqib, FVGlarni to'ldirib, keyin pastga tushishimiz mumkin bo'ladi. Keyinga tushishimizda agar hozir olib tevaga chiqsak, keyin pastdagini olamiz. Agar hozir olmasdan bu yerdan tevaga chiqadigan bo'lsak, bir tushganimizda mana shu 1, 2, 3 hammasini likvidini bittada yig'ishtiramiz. Ya'ni bunga ham misol qilib oladigan bo'lsak, mana bu ssenariy bo'lishi mumkin bo'ladi. Ya'ni mana bu ssenariy. Mana tushyapmiz. FVGgacha bitta bounce, undan keyin pastga yana bitta impuls berishimiz nima mumkin bo'ladi, toki mana bu likvidlarni olgungacha. Ya'ni shuni hisobiga biz umumiy trendda nimaga o'tganmiz? Sell trendga o'tganmiz. Umumiy yo'nalishimiz pastga. Lekin biz yo'l-yo'laga orada tasdiq bergan paytda, ya'ni bu yerda ham qarang, qancha muddat misol uchun tasdiq berib, ya'ni tasdiq berib deganda qanday? Impuls bilan tushib, range qilib, necha foiz o'sib bergan? 18%. Endi buni low'dan oladigan bo'lsak ham, bu 20% dan oshiqroq o'sib bergan. Ya'ni bu yerda ham hozir Bitcoin range'da yuribdi. Ya'ni umumiy holatda 6-fevraldan beri salkam bir oydan bir range ichida yuribmiz. Shu range'da low'ni olgandan keyin yana biz maksimumigacha yana 19-20% ishlab olsak bo'ladi Bitcoinni o'zida. Ana undan keyin yuqorida tasdiq bersa, ya'ni mana bu holatda keyin pastdagi likvidlarni olgan yana bitta tushishimiz mumkin. Hozirga mana bu ssenariyga o'xshab mana. Bu kunlikdagi holatimiz. Bu yerda bizni holatimiz nima bo'lyapti? Range low'ga kelganda biz nima qilamiz? Buy'ga qiziqamiz. Range qachonki buzilsa, pastga tana bilan keyin bo'ldi. Bu buy admin bo'ladi, ya'ni biz stop olamiz, shu bilan yana narximiz pastga qarab tushib ketishi mumkin bo'ladi. Endi haftalikda ham ko'rdik, umumiy holatda kunlikdagi holatimiz. Kunlikda bizda holat qanday? Ya'ni hozir tushuntirganimdaki, biz mana shu candle'ning ichida, mana bir dona qizil candle'ning ichida range qilib yuribmiz. Buni yanada toraytiradigan bo'lsak, mana bu holatda range fazasining ichidamiz. Range'da bozor nima qiladi? Pul yig'adi. Range'da har doim bozor pul yig'adi. Ya'ni bu yerda hozir buychilar kiryapti, sellchilar kiryapti, ikki tarafda likvidatsiya yig'ilyapti. Ahamiyat bering, bu likvid olinmadi.
pastda bu bor, mana bu bor, undan oldingi likvid bor. Ya'ni ikki tarafdan likvidatsiya bor. Mana shu paytda bozor pul yig'adi va rangedan keyin IMG'ni ko'pchilik biladi, lekin qayerda qanday ishlatish kerakligi biroz murakkabroq bo'ladi. Rangedan keyin bo'ladigan narsa ko'p holatda nima bo'ladi? Accumulation, undan keyin manipulation. Manipulationdan keyin bizga order blok hosil qilib bersa, distribution qilib TVgacha kutishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman? Bu yerda range bo'lyapti. Rangedan keyin boya ko'rsatilgan likvidlarda hattoki mana bu likvid, mana bu likvidni olgan tutsa ham $9,000 bu yerdan bizga kunlikda order blok hosil qilib bersa, ana shundan keyin biz yana TVga ishlab olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni kunlikda ham ahamiyat bersangiz, kunlikda bizda FVga shakllangan yuqorida. Bu ham 79,400 dan $81,000 to'g'ri kelyapti. Haftalikda FVG bor, oylikda qarshilik bor, kunlikda yana FVG bor. Ya'ni bu zona tasavvur qiling, juda kuchlik zona hisoblanadi. Ya'ni bu yerda yorib o'tib olsak, xudo xolasa, keyin sal tevroqgacha chiqishimiz mumkin bo'ladi. Oylikdagi OTO zonalarimizgacha. Lekin bu yerda yorib o'ta olmasak, bilingki, bu yerda narximiz pastga qarab yana darshi tushishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun biz hozir to'g'ri urushlar bo'lyapti, panik bo'lyapti, biroz qo'rqinchli bo'lyapti, lekin tasdiq bilan savdo kirishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni men kechaganda misol uchun efirim oldim 1927 dan buni tashladim kanalga, to'g'rimi? Stopim buni mana signal kanalga berganman. Ana shu stop bo'yicha, ya'ni 5,5% mi stop. Efirim qani efirim tak. Mana efirim 1933 ta limit bo'lgan, 1795 ta stopim bor. Stopim ursa, men ana shunga rozi bo'lib kirganman. Ya'ni risk qilib kirganman. 1795 mi? Shunaqa. Mana shu lovda tagida stopim bor. Stopim ursa, keyin tasdiq bilan yana savdo kirishim mumkin bo'ladi. Shuning uchun men nima demoqchiman? Holatga qarab risk qilib ketaveramiz. Holatga qarab risk qilib ketaveramiz. Stop beryaptimi? Chunki texnik holat bizda supportda. Albatta, mana bu fundamental, ya'ni news, yangiliklar texnik holatga qaramaydi. Texnik holat supportda bo'lsa, ular yana misol uchun bugunga o'xshab ertamanda urush qilib olsa, yana bozor nima bo'ladi? Keskin tushishligi mumkin bo'ladi. Bu yerda men bitta narsa, bu narsani kechaganda akamiz bilan gaplashib shu narsani aytdim. Amerika Eronga urush qilish xavfi juda yuqori deb turib gaplashgan edik. Lekin men o'shanda aytgandimki, qilsa ham shanba yakshanba qiladi. Nima uchun? Chunki agar boshqa kunlara qilsa, fond bozorlari qattiq qulashlikka olib keladi. Bu Amerikaga ziyon. Shuning hisobiga ular mana shu shanba yakshanbani kutdi va shanba kuni endi boshlang'ich zarbani berdi degan yangiliklar chiqyapti. Shuning hisobiga fond bozorlari bekuv. Fond bozorlari bekuv va Amerikaga buni unchalik zarari yo'q. Shuning hisobiga ular shanba yakshanba qilyapti va bu shanba yakshanbani men manipulyatsiya deb qabul qilaman. Ya'ni shanba yakshanba kuni boya tushuntirganimdek, Bitcoinimiz, ya'ni mana shu joylarda range ichida yurib bersak, mana range ichida turib bersak, bugun oylik berkiladi, ertaga haftalik berkiladi. Mana shu holatda range'ni pastga tana bilan buzmasdan turib bersak va yangi hafta ochilganda, fond bozorlari ochilgan paytda bitib shu likvidatsiya qilib yana chiqib olsak, shu bilan bu dalshi TVga qarab ketamiz deb o'ylayman. O'zimda, ya'ni potensiyal qarashim shunday bo'ladi. Endi albatta holatga qarab, texnik holat va bu yoqdagi yangiliklarni bir-biriga bog'lagan holatda risk qilamiz. Ya'ni hozir texnik holat shunaqa. Ya'ni men hozir aytganimdek, endi nima? Yangiliklarni ko'ramiz. Yangi fond bozorlari ochilishligi, yangi hafta, buni misol uchun kecha kanalda ham, u jamoada ham aytilganda, oylik berkilish bor oldimizda, haftalik berkilish bor, shu narsalar berkilib olsin deb turib, kechaga live'da ham tushuntirdim bu narsani. Kechagina ham live o'tdik. Lekin texnik holat supportda. Faqat oldimizda nima bor? Oylik, haftalik berkilishi bor. Mana shular berkilishligi biz uchun
juda muhim. Ya'ni haftalik holatimiz kechagina layfimizda ham tushuntirgandik, pastdagi yo'q, kecha emas. Buni adashmasam haftalik update qilganimizda tushuntirganman. Ya'ni bizda mana haftalik likvidatsiyalar turibdi, shu kanalda update qilgandik. Agar kimdir ko'rgan bo'lsa, esida bo'lsa, eslasa kerak. Haftalik boshlangan paytda, ya'ni bu yerda o'tgan hafta 2 haftani lovi bor. Buni olishimiz kerak deb turib olgandan keyin mana shu joylardan biroz bo'lishlik tonini kiymoqchiman deb turib, kanalga ham tashlagan edim o'sha narsalar. Update'ni ham tashlaganman adashmasam. Nimani ham tashlagan edim. Qani? Umumiy haftalik. Mana. Bitcoin'da mana 24-fevral kuni tashlangan, o'sha haftani boshida. Xo'p, update BTC hali ham o'zgarish yo'q, sekin shu yerlardan bo'lishlik tonini kiysak bo'ladi. Nima uchun? Hafta boshida qarang. Hafta boshida tushib, mana shu o'tgan 2 haftani lowni oldik. Olgandan keyin endi bu yerdan bizga bounce berish kerak. Ya'ni likvidlarda olgandan keyin tevaga yurish qilib berish kerak. Shuni hisobiga tevaga yurish qilib berdi va bu yerdan oldik, sotdik, foydalandik. Umumiy hisobda, misol uchun men o'zim xosatan Bitcoin'ni 63.100 larda olib, ichida 69.000 larda sotdim. 9,5% full depozitga. Ya'ni nima demoqchiman? Mana shunaqa holat, texnik holat bilan risk qilib ketaveramiz. Mana haftalik update kanalda turibdi. Buni live o'tib tushuntirib berganman buni. 23-fevral kuni. Update 23-fevral kuni live'da tushuntirib, qanday holat ekanligini, o'sha o'tgan hafta, 2 haftani bizda minimumi bor. Bu minimumlarni olamiz, keyin tevaga harakat qilsak bo'ladi deb turib tushuntirilgan va alhamdulillah ishlab berdi. Endigi holat boshida tushuntirganmanki, oylik, haftalik, kunliklarda bir-biriga bog'laydigan bo'lsak, bizda yana bitta low'ni olgandan keyin biroz bounce berishimiz mumkin. Faqat mana bu bugungi voqealar jadal rivojlanib ketmasa, agar jadal rivojlanib ketsa, bu hali oylikda ko'rdik-ku, haftalikda ko'rdik, 59.000, 58.500 lardan likvidatsiya bo'ldi. Ana shu likvidlarda olganda tushishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni agar bugungi voqeliklar, ya'ni Amerika, Eron o'rtasidagi voqeliklar jadal rivojlanib ketsa, bu yana pastroqqa tushishimiz mumkin bo'ladi. Keyin bu yerdan sal tezroqqa bounce berishimiz mumkin bo'ladi. Lekin jadal rivojlanmasdan, javob qaytmasdan, mana shu holatda tinchlansa, ertaga haftalik berkilsa, yangi hafta yana bitta ochilib, o'zini low'ni olib, keyin bu yerdan biroz tevaga harakat qilishimiz mumkin bo'ladi, Alloh alam. Umumiy holatda tushuntira oldim deb o'ylayman, lekin Bitcoin'ni bitta charti menga yoqmayaptiki, mana bu holat. Ya'ni buni teskari qilib oladigan bo'lsak, bizda holat qanday edi? Mana bunaqa pattern bor. Yorib chiqqanmizda. Bu pattern bo'yicha yorib chiqib, retest, keyin yana dars ketyapmiz. Endi bu ham qayergacha maqsadi mana shu likvidlarda olish uchun bo'ladi. Ya'ni bu mana bu holatda olinsa ham bizda maqsadimiz mana boya aytganimizdek nechaga to'g'ri kelyapti? 58.500 dollar. Bu haftalikdagi pastdagi likvidga ham to'g'ri kelyapti. Ya'ni pastdagi likvidga ham to'g'ri kelyapti. Ya'ni coinlar shunaqada impuls beradi, mana shu joyda range qiladi, o'ziga bayroq hosil qilib turib, yana bitta impuls, yana range, bayroq hosil qilib, yana bitta impuls. Mana shu holatda ya'ni trend va likvidlarda olib ketaveradi. Agar bu impuls kuchli bo'lsa, ya'ni buni kuchi, volumi kuchli bo'lsa, narxni diskountga tushirmasdan turib olib ketadi. Mana bunda ham, Bitcoin'da ham impuls kuchliligidan narxni diskountga olib chiqmasdan turib olib ketyapti. Ko'ryapsiz? Narxni diskountga olib chiqmasdan turib 382 dan olib tushib ketyapti. Shuning uchun boshida aytdim, 382 zona biz uchun juda qarshilik
bo'lgan zonalar deb hisoblaymiz. Mana shu 382 ga bir qator chiqishimiz mumkin. Chiqqandan keyin diskantga olib chiqmasdan turib, ya'ni premiumga olib chiqmasdan turib olib tushib ketishimiz mumkin bo'ladi. Agar mana bu trend kuchli bo'lsa. Umumiy holatda tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Kimdadir qandaydir savol bo'lsa, bemalol murojaat qilishini mumkin. Biroz savol-javob qilamiz va buni zapisini Xudo xolasa yo kanalga yoki YouTube kanalimizga joylab qo'yamiz. Kimdadir savol bo'lsa, bemalol savol berishini mumkin bo'ladi. Ya'ni meni potensial qarashim shunday bo'lyaptiki, haftalikda ko'rdik, mana shu pastdagi likvidatsiya, ya'ni bu yerda likvid olgandan keyin, yana qisqacha qilib tushuntiradigan bo'lsam, likvid olgandan keyin biroz bounce berishimiz mumkin bo'lyapti. Endi shu sabablar, mana bugungi voqeliklar, shular sababli mana shu likvidda bir qator olib olishligimiz mumkin bo'ladi. Shu likvidlarni olib olsak, Xudo xolasa yana dalshi tevaga harakat qilishimiz mumkin. Ya'ni dalshi tevaga deganda shu bilan ketdi all-time high emas. Balki nimaga bo'lyapti? Shu 82 ga yoki OTE premium zonalar. Premiumga chiqqandan keyin yana bizda nima bo'ladi? Sell qarash bo'ladi. Ungacha esa bizda hozirchalikka o'zgarish yo'q. Savollar bo'lsa, bera olasizlar, Xudo xolasa. Mikrofonlarni ochyapman. Qo'l ko'targanlar mikrofonni ochyapman. Hop, qo'l ko'targanlar mikrofonni ochdim. Savolinglar bo'lsa beringlar, bo'lmasam live'ni tugatib qo'yamiz, Xudo xolasa.